Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni boyagi erkaklar, ayollari shikoyat qilgan erkaklar, sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollariga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar: "Khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli." Sizlarning yaxshilaringiz, qarang. Yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytibdilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Boyaga aytgandek, asirda qo'limizda. Oshnangizga unaqa muomala qilib bering. Bor sendan oshnadan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas. Ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyiga qo'yib, toqati ko'tarilgan narsani buyurmay, go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri bo'lganlar. Yaxshi musulmon bo'lmoqchimizmi? Ayollarga yaxshi muomala qilaylik. Ayol zaifa bo'lishligi ularni qadrini pasaytirmaydi. Ularni makonatlarini yerga tushirmaydi. Izzat hurmatda, ehtiyot qilishlikda, sharafda erkaklar bilan barobar. O'zlariga xos ko'rinishda ular ehtirom qilinadi. Ayol kishi degani bu ikkinchi sort degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innan nisaa shaqoiqur rijal." Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir. Mana shaqiq degan kalima bitta ota va bitta onadan dunyoga kelgan farzandlarga nisbatan aytiladi, tug'ishganlar. Otasi ham, onasi ham bir. Ayollar erkaklarning shaqiqlari. Ya'ni erkak ham, ayol ham bitta ota, bitta onadan dunyoga kelgan. Izzat, hurmat borasida ayol ish ham teng bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ayolni sha'ni uchun qilich ko'tarib jihad qilgan. Sirat darslarida aytib o'tilgan, Madina Munavvarada yahudiylar ham yashashadi. Banu Qaynuqo bozorlariga musulmonlar borib, oldi-berdi tijorat muomalasini qilishadi. Muslimalardan biri mana shu Banu Qaynuqo yahudlarning bozoriga borib, bir oltin buyum xarid qilishlik uchun bir do'konda oldi o'tirib savdo qilayotganda, bir habis yahudi keladi-da, ro'molini yoki ko'ylagini bog'lab qo'yadi. Haligi ayol o'rnidan turganda yechilib ketadi. Avrat ochilib qoladi. Shunda qichqirib yuboradi hali ayol. Or, nomus, sharaf. Shu joyda turgan musulmonlardan biri boyaga ro'molini bog'lab qo'ygan yahudi kulayotganini ko'radi, borib qilichi bilan qatl qiladi. Yahudilar yig'ilib kelib, bu musulmonni qatl qiladi. Rasululloh mana shu muslimaga mana shunday bir haqorat qilgani uchun, origa, nomusiga tekkan uchun, musulmon kishining qonini to'kkan uchun qo'shin tortib keldi. Bitta ayolning nomusi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolni bir yahudi boshiga tosh bilan urib qatl qilganligi uchun olib kelib boshini ikkita toshlar o'rtasida majag'lar bilan qatl qildi. Islomda ayol kishining sharafi, nomusi, hurmati erkak kishinikidan kam bo'lmaydi. Ibnul Asir bu o'rinda erkaklarning tug'ishganlari degan so'zdan maqsad, ya'ni erkaklarga o'xshaydi, ular izzat hurmat bobida erkaklar bilan teng deb aytadi. Musulmon odam ayoliga lutf bilan muomala qilishligi kerak. Mana qarang, qaysi ayolda kamchilik yo'q? Har bitta odamda kamchilik bor, fazilat bor. Haligi bizda tilda idealniy xotin bormikin deysiz. Idealniy xotin bo'lmaydi.
Chunki idealni erda o'zi yo'q-da. Ko'ring, bu aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha bizga ibrat. Tug'ilib dunyoga kelib vafot qilgunimizcha nima yo'llanma kerak bo'lsa, nima ko'rsatma kerak bo'lsa, Rasulullohning hayotida bor. Rasululloh aytadilar: "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha xuluqan radiya akhar." Bir mo'minani yomon ko'rmasin, yomon ko'rmaydi. Bitta fe'l uchun. Agar bitta mana shu mo'minadagi bitta xulq, fe'lni yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lib ketaveradi. Ya'ni bir ayol bor, tili jag'i yomon. Lekin uyni pokizda tutadi, xizmatni yaxshi qiladi, bolalarni yaxshi parvarish qiladi. Boyaga ikkita yaxshi fazilatiga qaraymizda, bitta aybini nima qilamiz? Kechirib qo'yaveramiz. Yoki bo'lmasa aksincha, ovqat qilishni bilmaydi. Bemaza ovqat qiladi, lekin tili jag'i yo'q. Ota-onaning xizmatini qiladi, qo'shnilar bilan chiroyli muomalada. 100% ni istamaylar ukalar. Tushunadingmi? Hamma yo'qdan bir 100% bo'lmaydi. Chunki siz bilan biz o'zimiz 100% emasmiz. O'zimizning xulqimiz qanaqa bo'lsa, shunga yarashasi keladi. O'zimiz taqvoda qanchalik mustahkam bo'lsak, o'zimizga yarashasi keladi. Payg'ambarimiz aytganlar, bir erkakni Alloh rahmat qilsin. Bu qaysi erkak? Kechqurun uyg'onadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, ayolini ham sherik bo'lishlikka chaqirib, turmasa betiga suv chachadi deydi. Va bir ayolni Alloh rahmat qilsin, kechasi turadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi, erini uyg'otadi, uyg'onmasa yuziga suv chachadi. Ya'ni bir-biriga loyiq bo'ladi-da bo'ladi. Demak, ayollarga lutf bilan muomala qilayotganda esimizdan chiqmas.